Assalomu alaykum aziz futbol ixlosmandlari. 2026 FIFA Jahon Chempionatining eng kutilgan uchrashuvlaridan biri Fransiya va Ispaniya terma jamoalari o'rtasidagi yarim final bahsi yakunlandi. Bu o'yin chinakam futbol bayramiga aylandi. Har ikki jamoa final yo'llanmasi uchun maydonga katta ishtiyoq, kuch va g'alabaga bo'lgan ishonch bilan tushdi. Uchrashuvning dastlabki daqiqalarida Fransiya hujumkor futbol namoyish etdi va tez orada hisobni ochishga muvaffaq bo'ldi. Ammo Ispaniya taslim bo'lmadi. Ular to'p nazoratini qo'lga olib, ketma-ket xavfli hujumlar tashkil etdi. Ajoyib jamoaviy o'yin, aniq paslar va yuqori mahorat evaziga Ispaniya qisqa vaqt ichida ikkita gol urib, hisobda oldinga chiqdi. Ikkinchi bo'limda Fransiya bor kuchini ishga soldi. Hujumlar soni tobora ortdi. Darvoza oldida xavfli vaziyatlar yuzaga keldi. Ammo Ispaniya himoyasi juda ishonchli harakat qildi va darvozabon ham bir necha muhim seyflar amalga oshirdi. Maydondagi kurash so'nggi daqiqalargacha davom etdi. Har bir to'p, har bir pas va har bir hujum muxlislarning hayajonini yanada oshirdi. Yakuniy hushtak yangragach, hisob 2-1 ko'rinishida Ispaniya foydasiga yakunlandi. Shu tariqa Ispaniya Jahon Chempionati finaliga yo'l oldi. Fransiya esa munosib kurash olib borgan holda musobaqani tark etdi. Bu uchrashuv yana bir bor futbolning naqadar go'zal va kutilmagan voqealarga boy sport ekanini isbotladi. Har ikki jamoa muxlislariga unutilmas lahzalarni taqdim etdi va maydonda oxirgi soniyagacha kurashdi. Agar sizga ham ushbu video yoqqan bo'lsa, videoga albatta like bosing. O'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring va futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklarni birinchi bo'lib kuzatib borish uchun Jasur Nur YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. Shunda yangi videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.